Jennifer Lopez kelar ekan, Munisa Rizayeva ashuqalar aytagan, barbalor qilgan. Xalqni ongsizligini-da Qozog'istonga kelib turib kiyinishlari, boshqa g'irt fahsh targ'ib qilish. İnsanlarımız ilimga pul, hammasi bepul bo'lsa, ilim bepul bo'lsin, lekin fahshga minglab dollar berib kirishadi yo'q. Bu matrica mana shu, chalg'itishyapti sizni. 1 so'mlik, 1 tiyinlik foydasi yo'q birontasini. Даже odamlar tushunmaydi, u nima deyapti, musiqasi nima haqida tushunmaydi. Qo'yday o'ynaydi. Ana, primer ketinglar, kim fakt bilan gapiradi, kommentariyaga gapirsin. Fakt bilan. 1 tiyinlik foydasi yo'q. Ahli ilm bironta ilm o'rganinglar desam, znaningni orqasidan yuringlar. Desam hech kim borishni xohlamaydi, lekin ana shu fahshga, o'yin kulgiga hamma borishga, keyin qullikka mahkumdasizlar. Bundan keyin sizlarga nima kerak? Shu rozisizlar, shu qullikka, shu sistemaga rozisizlar. Ilm olishga rozi emansizlar, shu fahshga rozisizlar. Men uchun qo'shiqchi yana bu Munisa Rizayeva 1 tiyin men uchun dangalga 1 tiyin. Kim nima desa desin, menga bu 1 tiyinlik xalqqa foydasi yo'q. Onasining 2 ta 3 ta PR uchun odamlarga yaxshilik qilgan. Onasining bizni ko'rsatmasdan qancha yaxshilik qilamiz. No. 1 tiyinlik foydasi yo'q. Xalqni chalg'itishdan boshqa ishi yo'q onasining. Xalqni ana bu skam. Odamlarni aldash mana shu. Onasining bitta to'yga kirish 10 ming dollar. Lekin insonlar bitta kursga borib o'qishni xohlamaydi, ilm olishni xohlamaydi, to'yga o'ynashni xohlaydi.